Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda ham natural sonlar ustida arifmetik amallarga doir misollarni ishlashda davom etamiz. Bu safar qavs ishtirok etgan misolni ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz qavslardan qutulishimiz kerak bo'ladi, ya'ni guruhlashdan oldin 357 sonini o'z holicha yozaman. Endi qavs oldida minus ishorasi bor. Minus ishorasi bo'lganda qavs ichidagi har bir son o'zini ishorasini qarama-qarshisiga o'zgartiradi. Ya'ni 257 soni bu musbat son, ya'ni plus 257 deb qabul qilsak, qavs ichidan minus 257 bo'lib chiqadi. Plus 89 minus 89 bo'lib chiqadi. Endi 357 sonidan avval 257 sonini ayiramiz. 100 bo'ladi. 100 dan 89 ni ayiramiz. 11 bo'ladi. Javobimiz 11 bo'ladi. Keyingi misolni ko'rib chiqamiz. Bu misolimizda qavs oldida plus ishorasi bor, lekin bu plus ishorasi ko'pincha yozilmaydi. Agarda qavs oldida plus ishorasi bo'lsa, qavs ichidagi har bir son o'z ishorasini o'zgartirmaydi. Bu degani 357 qavs ichidan 357 bo'lib chiqadi. Plus 476 bo'lib chiqadi. Shunday qilib qavslardan qutuldik va minus 257 ni ayirib qo'yamiz. Albatta 357 va 257 sonlarni guruhlaymiz, ya'ni ularni ayiramiz. 357 dan 257 sonini ayiramiz. 100 hosil bo'ladi. Va bu sonlar bizlarda ketdi. Va 100 soniga 476 ni qo'shamiz. 576 hosil bo'ladi. Keyingi misolni ko'rib chiqamiz. Bu misolda ham birinchi qavs oldida plus ishorasi turibdi. Bu degani qavs ichidagi har bir son o'z ishorasini o'zgartirmaydi. Ya'ni 249 bo'lib chiqadi qavs ichidan. 576 plus 576 o'z holicha yoziladi. Plus 138 ham o'z holicha yoziladi. Endi ikkinchi qavs oldida minus ishorasi turibdi. Minus ishorasi turgani uchun qavs ichidagi har bir son o'z ishorasini qarama-qarshisiga o'zgartiradi. Ya'ni plus 376 minus 376 bo'lib chiqadi qavs ichidan. Plus 249 minus 249 bo'lib chiqadi. Va plus 38 minus 38 bo'lib chiqadi. Ana endi guruhlaymiz. Birinchi ish 249 dan 249 ni ayiramiz. Ya'ni bizlarda ikkita son ketdi. Albatta 0 bo'ladi. Ikkinchi ish 576 dan 376 ni ayiramiz. Mana bu sonlar ham ketdi. 0, 0, 2. 200 bo'ladi.
Uchinchi ish. 138 dan 38 ni ayiramiz. 100 bo'ladi. Ya'ni 138 va 138 sonlar ham ketdi. To'rtinchi ish. 200 ga 100 ni qo'shib qo'yamiz. Javobimiz 300 bo'ladi. Keyingi misollarni ham ko'rib chiqamiz. Birinchi qavs oldida bizda yozilmaydigan plus ishorasi turibdi. Ya'ni bu degani qavs ichidagi har bir son o'z ishorasini o'zgartirmaydi. Ya'ni 86 o'z holicha yoziladi 86 bo'lib. Plus 44 ham plus 44 bo'lib yoziladi. Endi ikkinchi qavs oldida minus turgani uchun qavs ichidagi har bir son o'z ishorasini qarama qarshisiga o'zgartiradi. Ya'ni 86 minus 86 bo'lib chiqadi qavs ichidan. Minus 44 plus 44 bo'lib chiqadi. Guruhlasak 86 va 86 0 ga aylanadi hamda 44 ga 44 ni qo'shsak javobimiz 88 bo'ladi. Keyingi misolda ham birinchi qavs oldida plus turgani uchun qavs ichidagi har bir son o'z ishorasini o'zgartirmaydi. Ya'ni 100 plus 44 ni yozamiz o'z holicha. Ikkinchi qavs oldida ham plus turgani uchun qavs ichidagi mana bu sonlar ham o'z ishorasini o'zgartirmaydi. Ya'ni plus 100 minus 44 bo'ladi. 44 bilan 44 0 ga aylanadi. 100 ga 100 ni qo'shsak javobimiz 200 bo'ladi.